o'zing. Harakat qil. O'zimizning asl Buxorocha o'sha Qobuli sabzilarni qarang. Bay bay. Ana. Bay bay bay. Voy. Aynanay. Ana. Ana purqa jo'ga. Bismillah. Sakkiz yuz millilitr atrofida o'simlik yog'i, 2 kilodan ortiqroq mol go'shti. Go'shtni yaxshi avvalda qovurib qizartirib olamiz. Tabiatga qora murch, cho'rni terib. 800 gram atrofida piyoz. Mikro'da xabar bor. Tarzda. Bismillah. Ancha gustoy chashavada deshedi. 1 litrdan ortiqroq suv. 15 minut ichida dezervak tayyorlanishi uchun og'zini yopamiz. O'rtacha olovda. Bismillah azizlar, oradan 20 daqiqa o'tdi. Bay. Ana. Azizlar zira. Ne? Yaxshi. Uch yuz millilitr atrofida suv. Ben 5-20 dakika azizlar. Soğuk su bilan 3 marta yuvish kerak, kraxmal chiqqan uchun. Bismillah. Bay. Suvga ozgina tuz qo'shdik. Video boshiga aytganimdek, video oxirida lifehack bo'ladi deb, ana shu lifehack azizlar. Olavni tagini baland qilish kerak. Nega deganga suvini shim olish uchun. Azizlarni damga qo'yamiz. Bir 5-10 minutdan keyin xudo xolasa agar bizning oshimiz tayyor bo'ladi. Bismillah. Bo'ladi. Azizlar, oxirgi etap. Kutamiz va bizning oshimiz tayyor xudo xolasa agar. Bismillah. Vah. Bay. Yedini qarang, yedini bay. Mana bu oshmisan osh. Boz verdim. Harakat qil. Bay. Oshmisan osh, ha? Hadi çabuk git. O'zimizning asl Buxorocha o'sha Qobuli sabzilarni qarang. Ko'p kishi qo'shishadi, lekin Buxoroda aslar birinchi guruch, ustidan sabzi, keyin go'sht. Maydalar solinadi.
Chetlarga chinovchalar bilan. Shildiqchani bay. Ana. Bay. Yaxti bir tutmay, biromadi ha, ukasmay uni odam. Qana bo'ldi, tamam. Yo'q, chiqmadi. Ko'ring qani bormi? Bu. Voy. Aynanay. Ana. Ana purqa jo'ga. Tamam, ana.